Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününizə mübarək olsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Angliya axbarat tori BBC 30 iyul günü çoğ həcmlik xəbər elan qılıb, Xitayning chet eldagi Uyg'urlarni bostirishda ularning vatandagi oil tavobatlarini göre o'rinda qo'llanayotganligi, ba'zi Uyg'urlarni josuslikqa majburlayotganligini bildirgan edi. Xitayning Uyg'urlar qaratgan chegara halqagan bostirish siyosati Germaniyaning eng nopuzliq matbuotlaridan Janubiy Germaniya gazetida kun tartibga keldi. Ve bu haqda 1 avgust günü e'lon qilingan cho'ng hajmlik tadqiqot maqolasida Dünya Uyghur Qurultayının Germaniyadagi ba'zi rahbarlarining bayonlariga tafsiliy o'rin berildi. Maqolada Xitoyning davlat halqan zo'mgarligi va muhojiratga Uyg'urlar duch kelayotgan qismatlar ma'lum soat yoritib berilgan. Darvaqa Xitoyning josuslik harakatlarining Germaniyada borgan sir kuchayotganligini Germaniyaning davlat xavfsizlik organi bo'lgan Federatsiya asos qonunini qo'g'dash idorasi oldin qat'iy e'lon qilgan dokladida o'tirib qo'ygan. Dokladda jiddiy ogohlantirib, Xitoy josuslarining Germaniyadagi pensiyaga chiqqan davlat arboblarini, ta'sir kuchli parlament a'zolarini, dangliq siyosatchilarni hadab Xitoyga sayohatga taklif qilayotganligini, Xitoy josuslarining Germaniyadagi o'xshash bo'lmagan partiyalarning rahbarlariga yaqinlashib, ularga ta'sir ko'rsatishga urinayotganligini, navbatda Germaniya jamiyati Xitoyning josuslik qilmishlariga qarata sezgirlikni kuchaytmasa bo'lmaydigan holga kelganligi ilgari surilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqin Aysa Efendining tilga ilishicha, Xitoyning chet eldagi Uyg'urlar qartilgan chegara halqan bostirishlarning muhim nishoni muhojiratga Uyg'ur milliy harakati qartilgan. U so'zida Xitoyning chet ellarga uzargan qora qo'lining navbatda xalqarada jiddiy diqqatni tortayotgan muhim bir masalaga aylanganligini ta'kidladi. Janubiy Germaniya gazeti mazkur maqolasida Uyg'urlarning jazo lagerlari orqali uchrayotgan irqiy qirg'inchiligini qisqacha bayon qilib o'tgandan keyin mundaq iboralarni tilga olgan. Beyjingning uzargan qo'liga duch kelgan Uyg'urlar kabi bir jamiyat yo'q. Xitoyning g'arbiy rayonidagi Türk qon sistemasiga tava bo'lgan Uyg'urlarning ona yurti Xinjiangda 2017-yildan e'tiboran zo'r ko'lamdagi qayta tarbiyalash lagerlari sistemasi barpo qilindi. 1 milliondan ortiq Uyg'urlar u yerda g'oyib bo'lib ketdi. Muhojiratga nurg'ulg'an Uyg'urlar o'z qarindoshlari yoki qo'shnilari bilan bo'lgan aloqasidan ayrilib qoldi. Chet eldan urilgan, nadin kelganlik aniq bo'lmagan telefonlar, uydagi dadisidan, hammasidan, singlisidan kelgan telefonlarmi balkim jazo lagerlaridan bishorat berish mumkin. Yaqinqi yillardan buyon surgun hayotini yashayotgan Yevropadagi Uyg'urlarga to'satdan o'z yurtidan keladigan telefonlarning soni ko'payib ketdi. Doim krisloda yoki ko'rinishlar oldida o'tirishgan soqchilar ular bilan murassallashadi. Maqolada Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrat Tayarkinning bayonlariga o'rin bergan. Zumrat Tayarkin so'zida Xitoy hokimiyatining yuqoridagi tadbirlarni Uyg'urlarga keng doirada tatbiqlayotganligini o'tirib qo'yib, ular bizning tuqqanlarimizni ko'rgilib oldi. Qurultayning markazi joylashgan Myunxenda ilgari Xitoy qarshi namoyishlarga 200-300 kishi chiqatdi. Hozir bo'lsa bu son tövallab ketdi. Erkin dünyadagi Uyg'urlarmi Xitoy tehdidining ko'langisi ostida yashamoqda deganlarni tilga olgan. Maqolada bayon qilinishicha, Xitoy josuslari o'ktish Xitoylarga va Uyg'urlarga qarata asosan tövandikidek shakllarda tahdid silish usullarini qo'llandi ekan. Birinchidan, Xitoy ichidagi davlat xavfsizlik organlari yoki soqchilar qarshi tarafga bevosita telefon urib, Xitoy qaytib kelishni talab qildi ekan. Bunun könmüsə, qarşı tərəfinin ailəsidagilərini telefon qıldırıb, qaytıb gəlməsən, bizning halımız çataq boludu degizib, ularni bearam qildi ekan və qo'rqitdi ekan. İkincidən, chet eldagi Xitoy josuslari o'zlari bevosita telefon urib, Xitoy qarshi so'z qilmaysan, maqola yozmaysan yoki namoyishlarga chiqmaysan, agar deganimizni qilmasang, oilangdagilar turmaga qamaladi, hatto sening jiningni olamiz deb tahdid soldi ekan. Kesilgan kallaga o'xshash qo'rqinchli ko'rinishlarni telefon orqali yo'llab, ularni cho'chitdi ekan. Uchinchidan, chet eldagi Xitoy josuslari hatto qarshi tarafning uyiga qadar kelib so'dlashib yoki ishq oldilarida turib vayim soldi ekan. Va yoki qarshi taraf nega borsa shu yerga orqadan soydek egishib berib sarosimga soldi ekan. To'rtinchidan, Xitoy josuslari o'zlariga zodi bosh egdirolmagan ba'zi o'qituvchilarning ismligini ular sayohatga boradigan ba'zi davlatlarga mehmonxonalarga avatib berib, bu kishi terrorchi, bomba portlatadi deb qiltaq qurdi ekan va qarshi tarafni parakanchilik uchirtishga urindi ekan. 5-dan, Xitoy josuslari agar qarshi taraf ayol kishi bo'lsa va uni indakka keltirolmagan bo'lsa, uning rasmini, adresini ijtimoiy taratqularga oshkorlatib, uning nomida uyiga jinsiy xaridor chaqirdi ekan.
Amerika Ana Vatan Bexatarligi Ministerligining raisligidagi majburiy emgak siyosatini ijro qilish xizmat gruppasi 1 avgust kuni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ijro qilishning yangilangan strategiyasini e'lon qilish orqali Xitoyda majburiy emgak orqali qazanilgan, ishlab chiqarilgan yoki qurashtirilgan mahsulotlarning Amerikaga import qilinishini davomli cheklaydiganligini ta'kidladi. Amerika Ana Vatan Bexatarlik Ministerligi va Amerika savdo vakillari ishxonasi birlikda e'lon qilgan bu yangilangan strategiya bilan birlikda yana Xitoyning 4 cho'ng shirkatining mahsulotlari majburiy emgak qor tizimligiga ilinib cheklangan. Bu shirkatlar Xinjiang Zhongtai cheklik mas'uliyat shirkati, 9 yulduz shirkatlar guruhi va uning Juhaydagi 8 tarmoq shirkati, To'gi guruhi cheklik shirkati, Qinguang biotexnika guruhi cheklik shirkati va uning bir tarmoq shirkati qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Amerika hökuməti yuqorqı bu orunlarını Xitay hökumətinin Uyğurlar qartıyotqan məcbur əmgək siyasətiga yaqından maslashib, Uyğur əmgək güclərini ötkeş, qabul qilish, to'shish va ishqa silish bilan shug'ullanganlik uchun jazolagan bo'lib, bu Amerikaning Uyğur məcbur əmgəki bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishining oldini olish irodasini namoyon qilib berdi ekan. Məcbur əmgək çetişliqi bo'lgan Xitoy shirkatlarini davomli tortib chiqib jazolash Amerika hökumətinin Şərq Türkistanda davamlaşıyotqan irqiy qırğınçılıq və insaniyyət qarşı cinayətlərini javobgarlıqqa tortishning bir qismi bo'lib, Amerika Bayden hökumətinin yuqorqi bu yangi cheklamasi qarshi olishga erishgan. Materiallardan ma'lum bo'lishicha, Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha jazo tizimligiga ilingan 4 shirkatning biri bo'lgan Xinjiang Zhongtai ximiya cheklik shirkati Xitoydagi eng chong ximiyalik mahsulot ishlash bazasi bo'lib, u xlor ishqor, xom tuz, kalsiy karbon qatorliq mahsulotlarni ishlab chiqardi ekan. Xitoyning Xalq tori va Tangirtog tori qatorliq hukumat torlari 2 avgust kuni tarqatgan xabarlarda Xinjiang Zhongtai cheklik mas'uliyat shirkatining dunyodagi 500 kuchli korxona tizimligidan o'rin olganligini jakarlab tantana qilgan edi. Amerikaning jazo tadbiri e'lon qilingandan keyin yana 2 avgust kuni Xitoy savdo ministerligi darhol bayonot berib, Amerikani ayblagan. Ular bayonotida Amerikaning bu harakatining pakt asos kamchilikini ilgari surib, buni iqtisodiy tahdid deb atagan. Xitoy savdo ministerligi bayonotida yana Xinjiangda atalmış majbur emgak silish asla mavjud emas. Amerikaning yolg'on yovdoqlarni o'ydirib chiqarib ko'ptirishi, korxonalarimizni xohlagancha jazolashi Xinjiangning taraqqiyoti va muqimligiga buzg'unchilik qilganlikdir deb yozgan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur majbur emgakining oldini olish qonuni rasmiy yo'lga qo'yilgandan buyon bir yil ichida Amerika Tamujna va chegara qo'g'dash idorasi 4 mingdan ortiq mahsulotni tekshirgan bo'lib, ularning umumiy qiymati 1 milliard 300 million dollardan oshadi ekan. Hozirgacha Uyg'ur majbur emgakining oldini olish qonuni bo'yicha qor tizimligiga ilingan Xitoy shirkatlarining soni 24 ga yetgan. Xitoy bilan Arab Birlashma Xalifaligining havo armiya qismlari 8 oy ichida Sharq Turkistonda birlashma harbiy manevr o'tkazmoqchi bo'lgan. Amerika hökuməti və bir qism G'arb dövlətlərinin parlamentləri Uyğurlar irqi qırğınçılıq uçrayotidi deb qarğan Sharq Turkistonda Xitoyning bir musulmon dövlət bilan birlashib harbiy manevr o'tkazmoqchi bo'lganligi xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'amoqda. Yangi Arab Tor gazetining xabar qilishicha, Xitoy Davlat mudofaa ministrligi 1 avgust dushanba kuni Burkut qalqini 2023 nomli mashq xarakterlik birlashma havo armiya manevrining 8 oy ichida Sharq Turkistonda o'tkazilganligini e'lon qilgan. Xitoyning Arab Birlashma Xalifaligi bilan bo'lgan birlashma harbiy manevrini Uyg'urlar qartilgan qo'rqinchli kishilik huquq dafsanchiligi dunyoning diqqat nuqtasiga aylangan bir paytda nima uchun bu rayonga o'rinlashtirganligi ma'lum emas. Ba'zi kuzatuvchilar Xitoyning bu orqali Uyg'ur irqi qirg'inchilik masalasida musulmon dunyosi, bo'libmi Arab dunyosi biz tarafda degan signalni bermoqchi bo'layotganligini qayd qilishmoqda. Lekin Xitoy Davlat mudofaa ministerligining 1 avgust e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida manevrning Xitoy bilan Arab Birlashma Xalifaligi armiyasi o'rtasidagi amaliy almashtirish va hamkorlikni cho'nqurlashtirish, o'zaro tushunish va ishonchni ilgari surishni maqsad qilganligi ta'kidlangan. Xitoyning hukumat kontrolidagi Yer shari vaqti gazetining uchiriga qaraganda, Sharq Turkistonda birlashma havo armiya manevri o'tkazish qarori Xitoyning bu yilning boshlarida Arab Birlashma Xalifaligi bilan uningga Xitoyning L-15 tiplik mashq aeroplanini setib berish kelishim imzolashidan keyin ro'yobga chiqqanligi ma'lum. Xitoy ilgari Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston qatorliq davlatlar bilan Sharq Turkistonda bir qancha qatim birlashma harbiy manevr o'tkazgan. Xitoyning bu qatim Sharq Turkistonda Arab Birlashma Xalifaligi bilan o'tkazilgan havo armiya manevri uning boshqa davlatlar bilan bu rayonda o'tkazgan tunji havo armiya manevri emas. U 2017-yili Pokiston bilan mazkur rayonda birlashma havo armiya manevri o'tkazgan. Halbuki bu Xitoyning shu vaqt Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilib, turma lagerlar qamayotgan mezgil edi.
Ma'lum bo'lishicha, Pokiston bilan Arab Birlashma Xalifaligi Xitoyning BDTdagi kuchli qo'llovchisi bo'lib, har ikki davlat BDTda Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishini tekshirishga qarshi ovoz berib kelgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 2 avgust kuni Xitoyning umumiy xalq josuslikqa qarshi turish safarbarlik chaqirig'iga qarta inkas bildirib, Xitoyning fuqarolarini bir-birini nazorat qilishga ilhomlantirishdan andish qilayotganligini bildirdi. Bu haftaning boshlarida Xitoy Davlat xavfsizlik ministrligi uqtirish e'lon qilib, josuslikqa qarshi turishda butun jamiyatni safarbar qilishga chaqiriq qilgan. Xitoy Davlat xavfsizlik ministrligi shaxslarning gumonli harakatlarini fosh qilish qonuni qurilganligi, fosh qiluvchilarning taqdirlanganligi va mukofotlanganligini e'lon qilgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Matthew Miller 2 avgust muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning buningdan intayin andish qilayotganligini bildirgan. U mundaq degan: "Bizning buningdan andishlarimiz bor. Fuqarolarni bir-birini nazorat qilishga ilhomlantirish albatta kishini qattiq andishiga soladi." Matthew Millerning aytishicha, buningdan burun Amerika Xitoy sayohatga boradigan fuqarolarga 3-darajalik ogohlantirish chiqargan ekan. 3-darajalik ogohlantirish Amerika hukumatining fuqarolarini ma'lum bir davlatga sayohatga berish bormaslikni qayta o'ylashga chaqirishni ko'rsatdi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Xitoyning josuslikqa qarshi turish safarbarlik harakatidan andish qilayotganligini bildirishi va Xitoyga berish bormaslikni qayta o'ylashni talab qilishi chet eldagi Uyg'urlar orasida tuqqan yo'qlab Sharq Turkistonga berish bormaslik masalasi qattiq talash tortish qo'zg'agan bir vaqt o'ttirib qo'yildi. Bu talash tortishni yaqinda chet el tavallikidagi qisman Uyg'urlarning Xitoy vizasi elib, Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik qilinayotdi deb qaralayotgan Sharq Turkistonda tuqqan yo'qlashda bo'lishi va vaziyatning normallashganligi haqidagi videolarni ijtimoiy taratqularda keng tarqatish keltirib chiqargan. Chet ellardagi tashkilotlar bu xil tuqqan yo'qlash Xitoyning Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash harakatining bir partiyasi ekanligini ilgari surgan edi. Xitoyning josuslikqa qarshi turish qonuni bu yil 7-oydan boshlab rasmiy ijro qilinishga boshlagan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.